Assalomu alaykum aka-ukalar. Xo'sh, bugun bitta ish qildik. Xudo xohlasa, yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman. Bugun YouTubedan bitta kanal ochdik. Kanalimizni ochishdan maqsad, xo'p, bugun men Teplitsaga kelganman ishga. Noldan Teplitsa qurib, ichiga ekin-tekin ekib, ishini davom ettiradigan aka-ukalarga ozgina bo'lsa ham yordam qilish maqsadida muammoda, balkim yordam tegar, balkim yordam tegmas. Xudo xohlasa yordami tegadi degan umiddaman. Bu kanalni ochib, bugun pomidorlarimizga masalan nima ekin-tekin, nima ishlar qilindi? Xo'sh, dori sepdik, qanaqa dori sepdik, nimaga sepdik, qanday kasallik bo'ldi bu dorini sepdik, yoki oziqa qanaqa oziqa, narxi qancha, qo'ldan kelgancha yozib hammasini chiqarib boraman. Xudo xohlasa bu kanal noldan Teplitsa boshlab, Xudo xohlasa ishini davom ettirayotgan akalarimiz uchun qo'l keladi degan umiddaman. Va yana bu kanalni ochishimdan maqsad, o'zingiz bilasiz, hozir 21-asr axborot asri. Xo'p, mana shu YouTube platformasida qandaydir o'z o'rnimizni topamiz degan umidda mana shu ishni boshladik. Ham sizlarga foyda, ham bizga foyda bo'lsin degan maqsadda. Xo'sh, videodagi qandaydir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalar oldindan uzr, chunki men oldin bunaqa video olib, gapirib, kameraga qarab gapirib, bunaqa narsalar qilmaganman. Xo'p, bu yoq oddiy jaydaricha videolar bo'laverar, xudo xohlasa. Ko'rib, siz o'zingizga ma'qul, kerakli ma'lumotlarni olib, o'zingizning ishingizga qo'llasangiz, bizning boshimiz shuncha osmonga yetadi, xudo xohlasa. Bizning videomiz sizga qanaqadir yordam bersa, bundan boshimiz osmonga yetadi. Xo'sh, bu yog'ini endi video davomida ko'rib ketaveramiz. Bugun sana 24-yanvar, soat 4:30 atrofi. Hozir Katyolga qarayotgandim. O'shaning uchun ertashib turganman. Xullas, aka-ukalar, bu yog'ini video davomida ko'raveramiz. Hammani ishiga omad. Sog' bo'lasizlar.